Yo, barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan Saman MC kanali do'stlar. Bugungi videoroligimizda bizlar Minecraft o'yinida guldan epik narsalar olish challenge'ini bajarmoqchimiz. Ya'ni guldan epik narsalar olamiz va bu challenge'da biz Nether'ga borishimiz kerak do'stlar. Mana bizdan spam bo'lib oldik. Hozir biz mana bunaqa biyomga tushib qoldik. Endi bu yerda bilasizlar, gul topish qanchalar qiyinligini endi bilmadim. Bizni Minecraft bilib shunday qildimi, mana bu yerda kuchi bor. Agar bizga suyak bo'lganda hozir o'zimizga olib ketardik. Obbo, endi boshqa biyomga o'tishimiz kerak, chunki bu yerda men hech qachon gul ko'rmaganman. Cho'chqa. Xo'sh. Atak. Yo'q, bu gul emas bu. Gul emas, lekin olish kerak, chunki ochiq qolib qolsa kerak bo'lib qoladi. Mana o'sha bizga yetadi 8 dona, lekin gul ko'rmayapman. Mana shunaqa mevalar bor, no gul yo'q. Olcha gul ko'rmayapman. Ana biyom. Shuni nariga o'tamiz, lekin to'g'rida ham shunaqa biyom bor ekan. Gul, mana gul. Ko'rdik, sariq gulni ko'rdik do'stlar. Mana endi qizil ham bor ekan. Juda yaxshi, hozir bizga TNT berdi. Bombalar, wow. Oltin sabzilar berib tashlayapti. Iyo. Nima bular? Bular bilan hozir nima qilaman? TNT вообще kerak emas. Menga kerak emas. Damlamani hammasini tepaga qo'yish kerak. Yana gul. Как раз bizga Netherga borishga imkoniyat bor. Kirka tushmadimi shuncha narsadan, ha? Nega kirka tushmadi shuncha narsadan do'stlar? Kirkami? Yo'q. Bizga kerak emas. Oltin blok. Oltin nima? Temir blok. Yaxshi turdi. Ana toza yana gullar ko'ryapman. O'sha yerga boramiz. Kirga hali ham yo'q. Oltin olmayam tushdi-da. Oltin ham kerak-da bizga hozir. Bizda imkoniyat bor. Faqat bizga endi kirka kerak. Ikkita kamon bizga umuman kerak emas.
Obbo, yana qandaydir buyumlarga o'tib ketib qo'ygan u. Kirkegami yana nimalar tushyapti. Kirka kerak. O, как раз oltin blok kerak edi. Menga nima kerak hozir bunaqansilar? Buni urun necha bo'lib? 5 plus atishim shundaymi? Hali kirga tushgani yo'q. Qoyilman, yana gul ko'ryapman. Bu juda ham oson challenge. Gul hamma yoqda bor. U kuchaytirilgan oltin olma. Oltin ham yo'q. Kirga tushadimi yo'qmi? Kirgasiz o'ynab bo'lmaydi-da do'stlar. Yo'q. Menimcha bunaqa biyomda yoki buni gullarda o'zi epik narsalarda modda menimcha kirga olinmagan shekilli. Mana biroz aqtab ko'ramiz, agar bali ham olmoqchi bo'lsa. Almas bor ekan. Almasdan yasab qo'yaveramiz. Bo'ldi. Mana almas blok olindi. Mana bu ham qaytib keladiganmi? Ishlatib ko'raylikchi. Bu qaytib keladi. Yana bitta olish kerak o'zimiz bilan. Yaxshi. Chotki. Endi yo'q, endi chiqmasa ilojim yo'q-da. Bolta chiqdi har nima. Boltani olaylik. Tepaga chiqamiz. Tepa biroz tinchroq. Bizga qo'y kerak. Jundan bormi o'zimizda? Yo'qda, shu jundan. Bizga qo'yni jun kerak edi. Bir dona olindi. Ikkinchisi
o'rganirsin. Tepada hech qanday daraxt yo'q ekan. Bir dona daraxt yerdi-da. Jinnimisan? Sanga nima bor bu yerda? Sen ne var o? Qani. Sen duxun ko'paldimi? Bittada minussan, ishon. O'zing o'tib ketasan, ishon. Qilichim qani? Mayli. Janosim. Kirka yo'q aytgancha. Janosim yasab olmas ekan-u. Bo'ldi, promoki turamiz shu yerda. Buniyam qildim. Bo'ladi. Sen bo'l o'zing o'lasan. Sen o'zing o'lasan. O'zi o'lmas ekan. Ket. Aylanma bu yo'lda. Qani do'stlar aytgancha. Do'stlar mana bu oltinni maydalashim kerak. O'tga borgandan keyin oldiga tik qarab turmaymiz-da. Москвой. Endi daryoni yoniga olib kelish kerak-da.
jin olsun. O onu yapıyor. Yana jinni qildilar yana. Bironta ham qo'lidan kelmaydi va men o'ldirib zo'rdan otadi mana bu. Yomonda. Zo'rdan otadi. Hamma yo'q qoldi. Shomur. Daryoga yaqin. Daryoga yaqin joy topish kerak. O'z daryoni yoniga borib qursam bo'larkanda. O'z boshidan to'g'ri qilibman. Ketdim daryoni yoniga borib o'sha yerdan quraman. Tez. O qarama. Uni yuziga qarama. 80 ursa ham bo'lmaydi u. O suvni yoniga kelib qoldimi? Tushunarsan. Tepaga chiqish uchun blok kerak. Blok ham topolmadim. Mana. Zo'rg'a yetib keldi-yu do'stlar mana. Niyat emas. Faqat endi chiroyli qilib qurish kerak. Arkada bitta maraz turibdi bizani. Bundan hech narsa kelmaydi. Shuni yom ketadi, o'lib ketadi tamom. Vaydo. Jonga ham tegdilar bo'rim. Ket bo'ldi. Endi kechirmayman hech qachon. Öldürmezsen okudum. İşte gelip burada zevk yaptı. Hiç kimga aytmasdan bir o'zi kelib endi nasıl? Bo'ldi, tayyor. Endi ketsa bo'laveradi. Hamma ish tayyorlab bo'ldik. Endi boramiz. Ketdik. Niye? Dostlar Nizerga ketamiz. Ana bo'ldi. Qarab ketyapti.
Judayam ko'p vaqt oldinroq ketsam bo'lardi tezlashib, faqatgina muammo shu kirka topishga ketdi-da. Ketmayapti. O, keldi. Bunga kamonam yo'q. Bor kamon, o'q yo'q. Men senga gapiraman, sen ham menga gapirma. Aytdimmi? Вообще qiyin-ku yurish. Qora sekretlar yoniga borish kerak. Qoch. Nega xohlaysan, ha? Qaytib ket. Ko'ziga qarab qo'yma. Voy dod. Toshqalar topish kerak-da. Voy, tushib ketdim. Menimcha bo'ldi do'stlar, bizlar Nizerga keldik. Muhim challenge yakuni bo'ldi. Keyingi challenge nima haqida bo'lsin do'stlar, kommentariyaga o'zingizlarning fikrlarni yozib qoldiringlar. Hozir endi bu yerdan chiqib ham bo'lmaydi, pastga tushib ham bo'lmaydi. Pastga tushib bo'lar ekan, mana. Pastga tushyapmiz. Endi chiqsa ham bo'ladi, qiyinda chiqish. O'zingizlarning fikrlarni yozib qoldiringlar do'stlar. Keyingi challenge nima haqida bo'lsin? Keyin o'zimiz qilamiz. Aytgan challenge'larni hozir chiqyapman. Pingvin topish qiyin-da baribir. Lekin o'zdan Nizerga kela oldik. Sog'liklar, omon bo'linglar do'stlar.